BYD chempion haqiqatdan zo'r mashina, xalqimizning sinovidan o'tgan, ko'pchilik sevib haydayotgan modellardan bittasi hisoblanadi. Agar siz chempiondan zerikkan bo'lsangiz yoki buni narxiga yana boshqa model qarayotgan bo'lsangiz, men sizga 3 ta model tavsiya beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Komforti, narxi bo'yicha sizga aniq ma'qul bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, BYD chempioni narxi bilan deyarli bir xil bo'lgan 3 xil model. Men sizga uchalasini birma-bir qisqacha obzor qilib beraman. Faqat videoda kommentariyasiga yozib qo'ying, chempion o'rniga siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz. Changan Deepal S07 modeli gibrid pozitsiyada. Tashqi dizayni bo'yicha gabariti chempion bilan deyarli bir xil. Metallstik kuzovi ancha baquvvat ishlangan. Bu modellar haydab yurganlar ham yaxshi biladi. Chempiondan ko'ra ancha komfortli, hadovoylari ham yumshoq ishlab chiqarilgan. Bez ramishli oynalar bo'ladi. 2 qavatdan ko'rishingiz mumkin. Salon qismiga o'tadigan bo'lsak, isitish, sovutish, massaj sidenalari bor, даже mamyoqlarda kolonkalari joylashtirilgan, head-up display deysizlarmi? Bu yoqda monitorlari, umuman olganda komforti bo'yicha narxiga eng ideal model hisoblanadi hozirgi kunda. 27,5 ming davomida 3 yil garantiyasi bilan bemalol xarid qilishingiz mumkin. 29,500 dollarga Voyage Couch modeli chempiondan ko'ra ko'proq sizga tezlik, aqlli boshqaruv kayfiyatini bera oladi. Nimaga? 4 ta balon tortadi, to'liq elektr 570 zapas xodi 0 dan 100 gacha 4-9 sekund hisoblanadi. Bu modelda ham ko'rishingiz mumkin, bez ramishli oynalar, 2 qavatdan, salon qismida abduf, abagrev, massaj sidenasi, asosiysi head-up displeysi va panorama luklari ham joylashtirilgan. Bu modellar xarid qilib haydab yuradigan bo'lsangiz, aniq 5-6 yil mazza qilib zerikmasdan boshqarib yurasiz. Leapmotor C11 2026 restyling modeli chempionning ashaddiy konkurenti hisoblanadi. Ishonavering, chempionni sotib shu modellar xarid qilgan mijozlarimni deyarli 90% chempiondan ancha yumshoq ekan, komforti zo'r ekan deb maqtashyapti. Sababi ko'rishingiz mumkin, lidarlari joylashtirilgan, bez ramishli oynalarida, head-up display deysizlarmi, tablosi, 17 dyumli monitori, panoramasi, bu yoqda освещительlarigacha qo'yib qo'ygan. Salonga ishlatilgan materiali, nappa ko'jalari, umuman olganda salonga o'tirgan odam bu modelni aniq kasal bo'ladi. Orqa qismlari ham juda ham keng ishlangan. To'liq elektr pozitsiyasi 640 km zapas xodda 33,600 dollar qilib beramiz 3 yil garantiyasi bilan. Endi sizlarning fikringlar qiziqmanga, shu uchalasidan qaysi birini xarid qilgan bo'lardingiz chempionni o'rniga? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib keting va chempionni o'rniga boshqa model qarab yurgan tanishingizga shu videoni jo'natib qo'ying.